endi biz endi Uyg'urchada tarjim qilsak, bu bir endi mevhum shuna bir dunyoni borliqqa keltirish degan bir texnika bilan bir yangicha bir dunyoni barpo qilmoqchi bo'lyapti bular. Endi sizlar mevhum dunyo bilan realiy dunyo degan narsaningki qanchalik darajada bir-biri bilan zish munosabatning borligini yoki bo'lmasa ikkisiniki ayrim qandaq bir dunyo ekanligini bildiganlar yo bilmaydiganlar bo'lishi mumkin. Bu yerda men bir tushuntirib o'tay. 2010-yili, 2011-yillari Second Life, ya'ni ikkinchi turmush degan nomda bir kompyuter o'yini desak bo'lmaydi. Shundaq bir ikkinchi dunyo deb endi o'zini shu kompyuter dunyosidagi ma'lum bir personajga o'ziga qat'iy o'xshamaydigan. Masalan, men ma dunyoda kishi bo'lgan bo'lsam, men bir ayol kishi bo'lishni xohlamoqchi bo'lgan bo'lsam, shu dunyoda ayol kishi qilib o'zimda bir personaj yaratib, shu personaj orqali shu dunyoda turmush kechirish, pul tepish, xizmat qilish deganga o'xshash o'yin xarakterlikni olgan Second Life, ikkinchi turmush degan bir shunday bir endi mulozimat shakldagi bir o'yin shakldagi bir narsa borliq kelgan. Endi bu tekchilikdagi, masalan biz kompyuterning oldida o'tirib turib, tekchilikni ko'rib turib, personajni kontrol qilib turib qilayotgan bo'lsak, hozir VR, ya'ni visual reality degan narsa chiqdi-ku, mewhüm dunya. Masalan, biz Oculus'ni bilasizlar, Facebook şirketi setib olgan VR'ninki shu narsa-chi, ama ko'zinglarga taqsanglar, shu dunyoda o'zinglar shu mewhüm dunyoda bo'lgandek his qiladigan shu narsani aytib taraq qilib, hozir bu Facebook şirketi bu shu Oculus'ni setib olgandagi sababmi dal shu mewhüm dunyoni, bizningki realiy dunyodan ayirib chiqqan mewhüm dunyoni shu bir dunyo, masalan bir shu simulation qilib turib, yangi bir dunyoni mewhüm bo'lgan, o'zimizning ko'z bilan ko'ra oladigan, o'zimizning qo'llarinimi, hatto shuningki sensorlar deb qo'yamiz, shu ko'zimiz taqaydigan narsa o'zimizning qo'linimi shu yerda tahlil qilib turib, biz qo'limizni qanday meydirasak, shu mewhüm dunyodagi qo'lni shunday meydira oladigan holatdagi shundoq bir texnikalar borliq keldi. Uning ustiga Amerika bilan Yapon birlashib tadqiq qilayotgan shu mewhüm dunyodagi narsalarni tutsa, shu tutqandek hissiyat berilgan palaydan birini yasab chiqdi bular. Buni tek bozor samidi, chunki buning taqdi nemisi yaman tanarxisi yaman ig'ir bo'lib ketganligi uchun tek bozor saqdak bo'lmadi buni. Buni tanarxini qanday tushirish, buni qanday umumlashtirish muhim. Demak bu palay chiqdi tutoladigan degan gap, mewhüm dunyodagi tutoladigan palay chiqdi degan gap, keyin buning kiyimi chiqqan bo'lsa, biz mewhüm dunyoda tayoq yesakmi, yiqilsakmi, dal bizga shu kiyimni kiyib turib shu yerda yashagandek bir his qilsak, mewhüm dunyoda biz real dunyoga o'xshashlam shunda tayoqni yegandek hissiyatga ega bo'la olishimiz mumkin deganga o'xshash nihoyatda tez suratda taraqqi qildi bu narsa. Bu 3-4 yildan ichidagi taraqqiyot bu nihoyatda tez suratda taraqqi qildi. Demak, hozir men o'zim ba'zilar VRda usul o'ynagan, ba'zi narsalarni chiqarib qo'ymay, hamda o'zimniki bor Oculus degan narsa. Bu hamda rostga qilsam men uningga hamda nihoyat kirgan sari shunchalik hamda qiziqdimki, bu amaliy dunyoda shu bisimlar, shunchalik bisimlar, jamiyat bisimi, iqtisod bisimi, u bu degan narsalar nihoyat chiqib qolgandan keyin hech bo'lmasa o'zimiz o'xshamagan bir dunyoda o'zimizning kimligini boshqa bir personaj qilib turib, o'zimizning xiyolidagi personajga aylantirib, o'zimizni shu mewhüm dunyoda yashay oladigan shunday bir dunyoni borliq keltirib bo'ldi hozir. Men shu VRning ichida o'zimning chiroyini, masalan, men hozir unchalik chiroyli nihoyatda bir kelishgan emas-ku. Lekin mening dunyodagi personajim nihoyatda men lekin nihoyatda kelishgan, nihoyatda bo'yim egiz, hatto so'zlarim hamda yurish-turishim nihoyatda cool debnoq inglizcha. Shundaq bir personaj bilan men shu dunyoda yashayapman hozir. Endi Metaverse degan bir shundaq bir yig'in ochilgan bir narsadan birini borliq keltirdi. Shuningda biz hozir karton filmninki ba'zi bir yig'inlarni, narsalarni biz zoomda emas, kompyuterdagi zoomni jiqishildimiz-ku. Uningda emas, biz shu VRni taqab turib, shu mewhüm dunyoda yig'in ochilgan bo'ldik yaqinda.
Mewhüm Dunyada o'tirib, mesela o Mewhüm Dunyanın içinde qo'limizni simulation qila olgandan keyin, amaliyotki qo'limiz bilan Mewhüm Dunyadagi shu doskaga xat yozib turib, Mewhüm Dunyadagi ba'zi narsalarning ichiga qo'limiz bilan xatlarni yozib turib, ashunday shakllarni sizib turib, bunda qilsak bo'ldi ekan deydigan o'shinchalik darajada taraqqiy qilib, oshini qilyapmiz hozir. Demak, biz shuni millashtirishdan nihoyatda cho'ng bir nima yaratdik deb o'ylayman. Demak, endi mening deyotgan gaplarimni endi qanchalik darajada tushunayotganlar bor, buni o'qimadim. Lekin hozir taraqqiyot shundaq. Endi kelgusida hozir masalan bo'yliqi meningki do'lqini, mengi do'lqini orqali mengi do'lqini bilan kontrol qilinadigan mashinalar, masalan mashina haydagan chog'da, biz AI deb qo'yamiz, sun'iy aql emas. Bizning mengimizningki do'lqini orqali mashinani kontrol qila oladigan rolini, nimasini-chi. Ashundaq texnikami barliq keldi. Buni bizningki Dilshod abladagi akamizningki tadqiqotida nihoyatda biz ayni vaqtda nihoyat qiziqqan bunga. Keyin buni boshqa davlatlarmi, bu Amerika, Yapon qatorliq davlatlar nurg'un hamda bu taraqqiyot nimalarga ega bo'lib, hatto shu menga do'lqini orqali biz hech nima tutmay turib, biz qandaq hamda rolni nega o'tkaymiz desak, bizning menga do'lqimizdan chiqqan shu do'lqin orqali shuni qabul qilib turib, shu rolni shu yoqqa haydalaydigan shunday texnika barliq keldi hozir. Demak, buni bo'pti o'ylab yiqinglar. Mushu texnikani biz mushu Mewhüm Dunya, ya'ni VR, visual reality degan mushu Mewhüm Dunyoga biz ishlatsak, biz qanday bir turmushni barliq keltiramiz u yerda degan narsaga duch kelamiz. Demak, biz realiy dunyodan g'olqib Mewhüm Dunyoda yashaydigan holatga kelishimiz mumkin. Yana bir narsani deb bilsam, bu Mewhüm Dunyoning bir qo'rqinchli bir narsa. NFT degan narsani bilsizlar-ku. Bildiganlar ya bilmaydiganlar bilish mumkin. NFT, Bitcoin deganga o'xshash. Bu amaliy dunyo emas, ashtaq Mewhüm Dunyoda, internet dunyosida ishlanadigan iqtisodiy bir manba, banka yoki bo'lmasa shunday endi pulga o'xshash narsa-da u. U realiy dunyodami hozir ishlanyapti, lekin keyin uni butunlay shu Mewhüm Dunyoda ishlanadigan pul qilib yasab chiqish ehtimolligi bor uni. Demak, biz Mewhüm Dunyodami shu Mewhüm Dunyoning ichida bir shirkat qurib, amaliy dunyo emas. Mewhüm Dunyoda shirkat qurib, Mewhüm Dunyoda xizmat qilib, Mewhüm Dunyoda NFT yoki Bitcoinga o'xshash pulni topadigan, Mewhüm Dunyodan xizmat qilib, Mewhüm Dunyodan iqtisodiy kirib topadigan shunday bir dunyo bundan keyin barliq kelishi mumkin. Mening ko'zim tamamen yetadiki, shu 10 yoki 20 yil ichida buning taraqqiyoti ushqanday taraqqiy qildiki, sizlarni hang-tang qoldirib turdi. Facebook'ninki bu qitim ismini o'zgartib, Metaga o'zgartib turib, Metaverse degan shu bir mulozimatni barliq keltirib, buni umumlashtirma deganning o'zi bu insoniyatni realiy dunyodan Mewhüm Dunyoga akirish degan bir endi kategoriya deb qo'yamda. Shunday bir yangilik, shunday bir yangi bir boshlanish nuqtasi deb o'ylasanglar bo'ladi. Endi biz nimaga duch kelamiz unda bo'lganda deganda, biz realiy dunyodanmi ishlamasak bo'lmaydi, o'qimisak bo'lmaydi, xizmat qilmasak bo'lmaydi. Endi biz bu Mewhüm Dunyomi nihoyat umumlashib, hammadan Mewhüm Dunyoda xizmat qiladigan, o'ynaydigan, shu ko'nglanchadigan bo'lgandan keyin biz Mewhüm Dunyodami o'zimizning kimligini, Mewhüm Dunyodami o'zimizning o'rnini topmasak bo'lmaydi. Demak, biz 24 soatning ichida yarim vaqtimiz Mewhüm Dunyoda, yarim vaqtimiz amaliy dunyoda yashashi mumkin. Demak, bundan keyin bizning beshimizga keladigan narsalar Mewhüm Dunyo bilan real dunyo ichida hamda aralashib ketgan shunday bir turmush odati yetilishi mumkin bundan keyin. Masalan, biz Mewhüm Dunyodami ma'lum bir narsani setilish uchun uning pul kerak bo'ldi. U pulni biz realiy dunyoda pulni almashtirib bo'lmaymiz. Biz u pulni tepish uchun cho'qim Mewhüm Dunyoda xizmat tepishimiz kerak. Shu Mewhüm Dunyoda xizmatni tepib turib, Mewhüm Dunyoda shu pulni ishlatishimiz kerak. Demak, butunlay ayrilib ketgan ishki dunyo bo'lishi mumkin. Buning ma'lum darajada birsi foydasi bor. Xatarni birdamkinday bir foydasi bor.
Bunun paydası nima degan chaqda mevhum dunyoda mushunday narsa barliq kelsa, dunyodagi mushundaq yer osti boyliqlari bo'lamdi, neft bo'lamdi. Mushtaq narsalar, masalan, bu realiy dunyoda mashina haydaydiganlar ozlaydi. Undan keyin bu energiyalarni isrof qiladigan narsalar ozlaydi. Butun hamma narsa mevhum dunyoda butunlaymish kompyuter faqat to'q bilan ta'minlasak, to'g'ri bilan ta'minlasak, butun hamma narsa mevhum dunyoda mevhum simulation holatda bizga aksaturlik berib, bizga energiya faqat quyosh energiyasiga tayansaqmi, butun mevhum dunyoni boshlab keta oladigan holatga kelishimiz mumkin. Yer sharining energiyasini saqlab qolgan ozroq foydasi bo'lishi mumkin bu. Neftlar deya boshqa narsalar. Lekin yana bir foydasi bor. Yana bir foydasi nima degan chaqda realiy dunyoda butunlay realiy dunyodan umidini uzgan, butun realiy dunyoniki amaliyatiga mos kelmagan odamlar shu mevhum dunyoda o'ziniki yangi turmushni boshlay oladigan, shu yangi turmush orqali o'zining o'rnini mevhum dunyoda mushtaq tiklay oladigan bir holatda bir insonlarga yangi bir yo'lni ichib berish ehtimolligi bor. Deganga o'xshash bu yangiliklar nihoyatda taraqqiy qilib menyotidi, bu shunchalik darajada dunyo taraqqiy qilyotidi degan narsani qanchalik darajada ko'zi yetib shu narsalarga, shu uchurlarga ega bo'layotganlar bor, buni o'qimadim. Endi men tadqiqotda, uning ustiga qilayotgan ishlarimda, hatto o'zim shu mevhum dunyoga munosabatlik, hatto shuni ishiltib turib qilayotgan ishlarim bo'lganligi uchun bundan keyingi insoniyatning taraqqiyotiga mevhum dunyoniki borliq kelishi, shu mevhum dunyoniki realiy dunyoniki o'rnini bosa oladigan, hatto realiy dunyoga nihoyatda bir foydasi bo'lgan bir yangiliklarni yaratib berishiga ishonaman. Agar shu Metaverse, shu Meta degan shirkat, Facebookning o'zgartgan bu shirkati, agar shu mulozimatni barliq keltirib, shu mulozimatniga butun dunyodagi hamma shu texnika shirkatlari mevhum dunyoga nisbatan o'zining kuchini chiqarib turib, mevhum dunyoda bir yangilikni barliq keltira olsa, bir dunyoni haqiqatan mevhum dunyoda barliq keltira olsa, shu yerda xizmat qiladigan NFT, Bitcoin qatorli pullarni ishlatib turib, mevhum dunyoda shu pullar bilan turmush boshlay oladigan shunday bir jamiyatni hosil qila olsa, mevhum dunyoga mos kelgan qonun, tuzum degandek narsalarni barliq keltira olsa, menimcha mevhum dunyo degan o'zi realiy dunyoning o'rnini bosa olishi, realiy dunyo faqat biz yeb, ichib, o'zimizni qamdab, o'zimizniki shu jismoniy jihatdagi narsani saqlab qoldiganlar bir dunyo bo'lib, mevhum dunyo bizning haqiqiy xizmat qiladigan, haqiqiy o'zimizni topadigan dunyo bo'lish ehtimolligi bor. Endi buni texnik jihatdan tushuntirib o'tib o'tsak, hozir nur qo'g'lash simulation deb nur qo'g'lash sistemasi degan bir texnika borliq keldi. Bu o'zligidan AI deb qo'yamiz. Bu sun'iy aql orqali kompyuter o'yinlari, PlayStation 5 ni bilsizlar, Yaponiyidiki. Shuningda ba'zi bir o'yinlarda nur kompyuterdagi kompyuterdagi shu o'yinning ichidagi personaj menib melum bir yerlarga borgan chog'da shu nurninki qo'g'lab, shu nur shu qo'g'lab turib, shuningki realizmligini aks ettiradigan, hatto shu sun'iy aql orqali uchadigan shu qushlar yoki bo'lmasa shu sun'iy aqlda ma'nogan mashinalar degandek narsalar borliq kelib, bu PlayStation 5 degan uninki nima uchun hozir shundaq mallar kam bo'lib hammadan ep ketishga sababmi shu. Chunki bu texnikani nihoyat yengilayapti Yapon buning uchun. Bu hayron qolsiz darajadagi bir motor deb qo'yamiz, engine. Shunday narsani Amerikaniki, Yevropaning tadqiq qilib, shu PlayStationga ishlatgandan keyin bu texnikada bu o'yin dunyosining o'zi bu butunlay bir yangicha bir dunyo bo'lib hosil bo'ldi hozir. Demak, mushunchalar texnika hozir butun dunyoda barliq kelyotidi. Shuningga biz insonlar yetishib bo'lmasak bo'lmaydi. Buning uchun bu digital, ya'ni shu seferlik texnika degan narsani biz yaxshi tahlil qilmasak yoki buning nisbatan azroq bo'lsin bilimimiz bo'lmasa, biz jamiyatga yetishib bo'lolmaymiz. Endi to'rga chiqib, tekshirlikdagi to'rda, realiy dunyoda biz mevhum dunyo demaymiz. Masalan, Facebook deganga o'xshash sotsial media deb qo'yamiz-ku. Shunga o'xshash uchur aloqa vositalari u realiy dunyoga tava narsalar, realiy dunyoning o'zidagi bir narsalar deb o'ylasanlar bo'ladi. Lekin mevhum dunyoda biz nurg'un yangiliklarga yoki bo'lmasa nurg'un hamda
hayron qolgudek narsalarga ega bo'la olishimiz mumkin. Shuning uchun bugun demoqchi bo'lgan gapimiz yig'ib kelsak, buningdan keyingi insonlarning taraqqiyoti mavhum dunyo va realiy dunyoning orasida bo'lishi mumkin. Hattoki biz mavhum dunyodagi xizmatimiz, mavhum dunyodagi bizningki shu salohiyatimiz bilan haqiqiy realiy dunyodagi salohiyatimizni ayirib o'tish ehtimolligimiz bor. Yoki bo'lmasa bu yerda yana bir eng xatarli narsa nima degan joyda mavhum dunyo bilan realiy dunyoda to'qinish yuz berishi mumkin. Mevhüm dunyoga realiy dunyo hujum qilish ehtimolligi va mevhum dunyo realiy dunyoni o'rnini besish uchun hujum qilish ehtimolligi bor. Shunga o'xshash nihoyat murakkab bo'lgan, nihoyat endi har qanday qadam hamda o'ylisimi xayoliga keltirib bo'lmaydigan yangiliklar borliq kelyotdi. Shu yangiliklarga biz yetishmasak bo'lmaydi. Biz hech bo'lmasa shu yangiliklarni bilmasak bo'lmaydi degan gap. Bu yerda men so'zlab o'tgan mevhum dunyo, realiy dunyo desak, nimada bu, nimda bu Érpan deb o'ylab qolmanglar. Mevhum dunyo deganimiz visual reality degan gap. Bu bizning hozir VR ko'zimiz orqali taqab turib, shu yerda mevhum bir dunyoni borliq keltirish, kompyuter texnikasi yoki boshqa narsalar orqali mevhum dunyoni borliq keltirib turib, shu mevhum dunyoda yashash. Biz hozir masalan ba'zi bir kompyuter o'yinlarida open world degan bir sistemi bo'ldi. Shunaqa masalan kayfang shije deb qo'ydik hanzuzcha. Open world. Bu ichib bitilgan dunyo. Masalan biz ash o'yinning ichida nega borsak bo'ladigan, nega uchib yursak bo'ladigan, buni o'yinni menimcha GTA degan o'yinni bilamsizlar? Shadow Legend deb qo'ymiz qo'y, ko'chada aqlan urib mashinasini bulab, bu shahar peqrab o'ynaydigan o'yin. Demak, ash o'yinning o'zi nima? Shu open worldning ichilishi. Open worldning ichilishi mevhum dunyoning borliq kelishiga ma'lum darajada asos solgan. Demak, biz VR ya'ni visual reality deb qo'ymiz. Endi mevhum dunyoda biz shunga o'xshash open worldni borliq keltira oladigan texnika hozir borliq kelib bo'ldi. Hatto mevhum dunyodagi narsalarni tutsak, tuta oladigan hissiyatni bera oladigan mushundaq texnikalar, mushundaq narsalar borliq keldi. Keyin bu kiyimga o'zgarib qilsa, biz uyimizda o'tirib mevhum dunyoda bir nima yesakmi, amaliy dunyoda bir nima yegandek bo'laoladigan narsalarga ega bo'lish ehtimolligimiz va hatto buni shu ma'u meningki abiyaman degan menga do'lqini orqali hamda kishilarningki ishki deb qo'yib biz hissiyatli kishilarning ruh deymiz hamda buni hamda ma'u diniylik nima bo'yicha aytganda shu ruhini buningdan keyin shu ruh degan narsaning o'zini mevhum dunyoga ulalaydigan texnikaga ega bo'lish ehtimolligimiz bor. Buni menimcha Yaponning bir karton film bor, Sword Art Online degan bir karton film bor. Sword Art Online. Sword Art Online deydi, hanzuzcha Chüshenchige deydi. Mushu karton filmni menimcha ko'rib baqsanglar bo'ladi. Mushu karton filmdagi deyilayotgan ishlar, qilayotgan ishlar bu bora-bora amaliyot yeyishyotdi hozir. Agar mushu kishiningki, mushu bizningki kallamizni taqalgan mushu menga do'lqinini shu menga do'lqini degan narsaning o'zi agar ruh degan narsa bilan bog'lansa, agar shu menga do'lqinni biz mevhum dunyosiga bog'lay olsak, mevhum dunyoda biz tamoman amaliy dunyoda yegan narsamizga o'xshash mevhum dunyoda yegan narsani o'zimizning qo'sqini to'qlagandek holatga ega bo'la olish ehtimolligi bor. Tamoman. Sizlar bu texnikaning qanchalik taraqqiyotganligini, insoniyatning nega ketmaganligini bilmasak bo'lmaydi hozircha. Biz jamiyatga yetishmasak bo'lmaydi, yangi texnikaga yetishmasak bo'lmaydi, nurg'un narsalarning qanchalik darajada olamshumul o'zgarayotganligiga diqqat qilmasak bo'lmaydi. Shunga buningdan keyin ba'zilar deydi, biz bu mevhum dunyoga solinib qolsak, biz buningdan keyin bu yer sharidan sirtqi bo'lgan plantlar bo'lgan, yer sharidan sirtqi bo'lgan hamda koinotga bo'lgan yurishimiz to'xtab qolarmi deb o'ylaydiganlar bor. Umumincha mevhum dunyoning ichida shuningga nisbatan realiy dunyo bilan bog'lash berib turib, mushta texnikalarni mevhum dunyoda barliq keltirish ehtimolligimiz bor. Sizlar Matrix degan kinoni ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Heqqide deb qo'ydik Matrix. Matrix degan kinoning o'zi amaliyotda sizlar bu kinoni beshida ko'rgan chog'da bunday kino o'xshaydi, bu bir texnikalik kino o'xshaydi deb o'ylaysizlar. Amaliyotda sizlar qaytadan shu Matrix degan kinoni ko'ringlar. Shuning o'zi Matrix degan kinoning o'zi dal hozirgi texnikalarningki Matrix degan kinoda barliq kelgan shu texnikalar hozir bara-bara barliq amalga oshyapti degan.
Şoňa bunundan keyinki insanlarnınki taraqqiyatı näet qo'rqinchli darajada taraqqiyotida o'yu. Buning foydali tarafi bor. Bayam deganga o'xshash, amaliy dunyodagi energiyaningki isrof bo'lishi, yoki bo'lmasa mana daraxtlar, yoki bo'lmasa o'rmonliklarning yo'qolishi, yoki bo'lmasa yer sharininki ilib ketishi degandek narsalarning oldini olish qatorliq mana bir amaliy bir foydasi bo'lishi mumkin yo'q, lekin inson degan narsaninki haqiqiy o'zlik kimligininki nima ekanligini mevhum dunyoda bola tug'ilmaydi. Bu realiy dunyoda tug'iladi. Realiy dunyoda tug'ilgan bolani shu peti mevhum dunyoga akirgani bo'lmaydi. Agar unda akirmizsak, shu bayam degan mengi to'lqini orqali ruhni shu mevhum dunyoga akirgan texnik barliq kelsa, u amalga oshishi mumkin. Umumiy amalga oshish ehtimolligi bor taraqqiyotda. Demak, biz yashayotgan dunyoda biz nimalarga diqqat qilishimiz kerak, qanday bir taraqqiyotlar bo'layotganligiga ko'z solishimiz kerak degan narsalarga men hech bo'lmasa shu uchlarni ko'rib qo'yaman. Facebook şirketiningki bu qitim qilgan inqilob deb hisoblayman men buncha. Metaverse deb oldi bu, hamda yuan yujo deb apto hanzo tilda. Hamda shu Metaverse, mevhum dunyo degan narsani barliq keltirishning o'zi yoki shuningga butunlay mush xizmatni yoki butunlay mush texnikalarni buningga shuningga taraqqiy qildiramiz degan bir slogan deb qo'yamiz. Shuningga bir shuar bilan shuni oldiga chiqishning o'zi insoniyatni yangi bir davrga boshlab kirdi. Buningga mening ishonchim komil. Shunga bugun deydigan endi gapim mishagicha bo'lsin, nurg'un endi gaplarni masalan ko'ramagan yoki o'ttirda tashlayotganlar bo'lishi mumkin. Shunga biz o'zimizningki qanday dunyoda yashayotganligimizni, qanday texnikalarning borliq kelayotganligini, shuningga nisbatan biz qanday qilishimiz kerak degan narsani o'ylamasak bo'lmaydi.